O'zimizni Damas avtomobili xalqimiz sevib haydaydigan Damas. Ayniqsa vodiyda juda ham ko'paygan Damaslar. Men yaqinda borib keldim. Lekin bu Damasimiz avariyli holatda. Udariga e'tibor bersanglar, iminni chap tomonidan urilgan, mordalari, eshiklari, hadovoy balka qismlarini vashit yirtib yuborgan desak ham bo'ladi. Eshiklar qopqoqlardan ajralib ketgan, salon holatda, tarpetkalari sijenani qisib qo'ygan akalar. Tomlariga ham ozgina bergan, lekin bu tomonlariga hech narsa qilmagan. Bahonada mana jalyuzi ham reklama bo'lib ketdi akalar. Xullas bu tomonlari ham juda ham chiroyli turibdi mashinamizni. Bu mashina o'zimizni Sirdaryo viloyatining mashinasi. Egalari murojaat qildilar. Shunaqa mashinamiz bor dedilar. Borib ko'rib sotib oldik akalar. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab, O'zbekistondagi 12 viloyat bo'ylab xuddi shunaqa mashinalar olamiz akalar. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastda telefon nomer bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. 24/7 svyazamiz, aloqadamiz, xizmatdamiz sizlar uchun. Bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Sababini aytadigan bo'lsam, bizga avariyli mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi puli bor. Joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ehtiyot bo'lib yuringlar akalarim.